31-dekabr 2025-yil, hurmatli do'stlar, Bochkadagi KFC o'z ish faoliyatini bugundan e'tiboran boshladi. Ushbu joyga tashrif buyurib, bemalol yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz bilan maroqli xorda qolib ovqatlansangiz bo'ladi. Agar kassada navbatlar ko'p bo'lsa, KFCni mana shunaqa maxsus kiosklardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda olib ketish yoki zalda ovqatlanish uchun KFCni istalgan turdagi mahsulotlarni buyurtma berib, o'zingizga qulay joyi tanlaysiz. Ushbu joydan to'lovni amalga oshirib, chekingizni olasiz va bemalol o'tirib ovqatlanishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi qavat, hurmatli do'stlar, buyurtmalarni qabul qilib bo'lgandan keyin xohlasanglar birinchi qavatda o'zida yoki ikkinchi qavatga chiqib mana shunaqa tabiatga qarab, juda ham chiroyli atmosferada ovqatlanishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari zalda ichki qismlarida ham o'tiradigan joylar bor. Juda ham ajoyib atmosfera, o'zgacha interyer, uslub, KFCning o'ziga mos va xos bo'lgan juda ham chiroyli dizayn. Hurmatli do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Adashmasam, O'zbekistondagi KFCning eng katta filiallaridan biri desam ham xato bo'lmaydi. Ushbu joyga oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz bilan tashrif buyurib, bemalol ovqatlanib, maroqli xordiq olishingiz mumkin bo'ladi. 31-dekabr 2025-yildan boshlab Bochkadagi ushbu KFC ovqatlanish majmuasi rasman ochiq deb e'lon qilindi o'rtoqlar.